Ko'rib turganingizdek 170 balandlikdagi podushkamizning ikkinchi sloy karkaslarini ham boshlab oldik. Endi men sizlarga bu karkas ichida qanaqa armatura to'qilganini hozir birma-bir ko'rsatib chiqaman. Mana hozir karkasimizning ichidan ko'rinishi. Karkasimizning birinchi setkasida 20 li armatura 2 shaklda to'qildi. Uning ustidan doполнительный armaturalarimiz 20 li, 25 li va 32 li armaturalarimiz X, Y o'qi bo'ylab 100 va 200 shaklda armirovka qilindi. Podushkamizning chetida PHKlarimiz 20 li armatura to'rt shaklda qo'yilyapti. Belida 600 shakl, ya'ni 20 li armaturalarimiz armirovka qilingan. Ko'rib turgan fiksatorimizning balandligi 1.55 balandlikda yasalgan. Fiksatorimizning balandligi 1.55 bo'lishi sababi ustida ikkinchi setkamiz bor, ya'ni 20 li armatura 2 shaklda to'qiladi. Ya'ni uning ustidan 20 li, 25 li, 32 li armaturalarimiz bo'lganligi uchun biz fiksatorimizning balandligini 15 sm pastroq qilib yasadik. Endi men sizlarga hozir karkasimizning tepasidan ko'rsataman. Karkasimizning tepadan ko'rinishi. Diafragma bilan kolonnalarimizning vipskalari 32 li armaturalarda berilgan. Armaturalarimizni uchi nimaga bunaqa holatdaligini biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Bu karkasimizning ustidan 20 li, 25 li, 32 li doполнительный armaturalarimiz qotiriladi. Hayotgancha bu yoqqa 16 qavatli biznes markazi qurilishi rejalashtirilganligi uchun podushkamizni ozgina shunaqa baquvvatroq. Bizani kuzatishda davom etinglar, like bosishni unutmanglar.